Hammamiz ob-havo ma'lumotlarini yomon ko'ramiz. Ulardagi aniqlik munajjimlar bashoratini eslatganday, ammo menda yaratilishi mumkin bo'lgan eng aniq ob-havo bashoratchisi bor. E'tiboringizga Giperion g'ishtini havola qilaman. Uni shunchaki ko'chaga ilib qo'ying. U nam bo'lsa, demak, yomg'ir yog'yapti. Quruq bo'lib, soyasi ko'rinayotgan bo'lsa, demak, osmonda bulut yo'q. Qimirlayotgan bo'lsa, bu shamol kuchli ekanini bildiradi. G'isht ko'rinmayotgan bo'lsa, ehtimol tuman tushgandir. Buning uchun folbin ham kerak emas. Eski hazilda eshitiladi. Va bu hazilda 99% haqiqat bor. Ha, bu g'ishtdan tashqari biror kimsa sizga bugun havo qanday bo'lishi haqida 100% kafolat bermaydi. Chunki havoni bashorat qilishda kompyuter modeli ishlatiladi. U bor yo'g'i ehtimollarni hisoblab chiqadi. Bashoratning aniqligi mana bunday o'zgaradi. Qanchalik uzoqroq kelajakka qarashga intilsak, shunchalik past bo'ladi. O'sha kunning o'ziga qilingan bashorat yetarlicha aniq haroratga nisbatan 95%, yog'ingarchilikka 80%. Ammo u yog'iga to'g'ri topish ehtimoli har bir sut uchun 2-3% ga tushib boradi.